Do'stlar, agar sizlarda ishlasa, teleportatsiyan agar ishlasa, obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar. Do'stlar, endi hozir bosganlarimni chiqarar ekan qilib qo'yay. Mana do'stlar, endi tekingan joylari aylancha bo'libdi. Mana shunday qilib aniqlab olasizlar. Do'stlar, mana shu yerda qayda birlik cheatni ochamiz. Do'stlar, men teleportdan keyin o'z ismimni yozdim. Endi Minecraftda yozlaringizni o'shani yozarsizlar. Do'stlar, men bu yerni yanada 5 yer. Shu joyni yanada teleportatsiya qilib qo'yibman-ku men. Meni xalqni qaranglar. Do'stlar, uni teleportatsiya yo'q ekan endi. Kelinglar do'stlar, eng kichkina qishloqchaga teleportatsiya qilsang bo'larkan. Do'stlar, bir narsa esimga tushib ketdi. O'sha do'stim aytgan kichkina qishloq. Qani? Eng 130 16. Do'stlar, mana o'sha joyga teleportatsiya bo'ldik. 3 top 3 teleportatsiyani ko'rsatib beradi sizga. Qani? Mana chiqadi do'stlar. Mana chiqdi. Mana do'stlar, mana endi do'stlar o'sha eng kichkina qishloqchani topishimiz kerak. Do'stlar, bir kuni topib qolib o'shani ko'rsatib bermoqchi edim. Ana haylo ko'rinishni boshladim mana. Ana do'stlar. Mana do'stlar, vops kichkina tasavvur qilib bo'lmaydi. Qaranglar do'stlar, eng katta asosiy uy bor. Mana eng katta asosiy uy mana do'stlar, qishloqlarni aptiga qarang. Kamoni ham bor ekan, bu reyder qishloqi bo'lsa kerak. Do'stlar, mana bu yerda bitta uy bor ekan. Do'stlar, mana bu yerda bitta uy bor ekan. Do'stlar, ular oddiy qishloqlarni o'tadi. Men tushundim do'stlar, shu joyni survivalga to'pab ko'rganda ana shu joylarni. Shunaqani qalasi bor. Bitta qishloqda o'salar tamom bo'ldim deyman. Bir reydlar ko'p bo'ladi unaqa joylar. Do'stlar, bazasi do'stlar, biz bu yerni Granny uy qilsak bo'ladi, boshladik. Wow do'stlar, endi men sizlarga keyingi teleportatsiyani ko'rsatib beraman.
Teleport zori. Kardeşler. Vay deşler hozir. Do'stlar, endi men beri 130 216 yozgan ekan. Do'stlar, mana yana teleportatsiya qildi bizni. Ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, boshlandi. Do'stlar, yuklanishni boshladi уже. Do'stlar, Ender Marvaridni olamiz. Yo'maydi, kerak emas Ender Marvarid. U adashmasam ana bu yerda edi topgan joyim. Ha, ana shu yer. Hozir do'stlar Ender Marvaridni olay. Ender Marvarid. Ender Marvaridni olay. Do'stlar, endi buni o'taraveray hozir. Do'stlar, mana shu qishloq. Do'stlar, bu oldingisidan juda kattaroq. Mana teleportatsiya orqali ana shu qishloqni. Do'stlar, bu juda zo'r. Mana do'stlar, osmon parchalari ko'p. Do'stlar, ana shunaqa mana do'stlar, uylarni qaranglar zo'rligini. Kampot dеревняga o'xshaydi, qaranglar. Do'stlar, ana shunaqa zo'r joylarni topishni ana shu uchun menga obuna, like, eshitmanglar do'stlar. Buni boshini tepasidagi kitob emasmi? Do'stlar, qarang, buni boshini tepasidagi kitob-ku. Wow! Menimcha buni sirlar videosida ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Buning boshida bunaqancha yittelning boshida do'stlar, qarang, qudug'ini chiroy berganini, qudug'iga golem jonam bor ekan. Do'stlar, mana golem bor ekan do'stlar. Ko'zi qizil golem qarashni bilar ekan, yittellar bor. Qaranglar do'stlar, mana temirchi ham bor ekan bu uylar beri. Qaranglar, mana shu temirchi. Wow, do'stlar, uyini tepasiga mana do'stlar, uyini tepasiga bitta do'stlar, ana shu yerga bitta narsa qo'ymoqchiman-da. Buni olamiz. Ana chotki belgi. Do'stlar, bir tepadan qarab ko'raylikmi? Do'stlar, qaranglar, uy chotki belgi uy. Do'stlar, ana chiroyli chotki uy qilib qo'ydik. Golem qayerga topsan? Kimni ko'ring, Nam chigirib olsan? Yo'q, qo'ymachi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni do'stlar esingizdan chiqarmanglar, xo'pmi? Do'stlar, kommentariyalarda nechta qancha joyga teleportatsiya qilishni o'rgatganimni yozib qo'yinglar. Va qanday topishni va chit qayerdaligini ham kommentariyada yozinglar. Do'stlar, biz Minecraftda yutdik.